Kanalımıza abone bo'ling. Agar biron bir do'stingizga jo'natib 180 million so'mga tushdi bu bahorgi narxlarimiz. Assalomu alaykum kanalimizga obunachilar. Mana biz bugun Ma'lon shahri Uram choyxonasining oldidamiz. Bu obyektimizga 50 kW quyosh panel stansiyalarini o'rnatib berdik. Bu yerda endi bu pozitsiyada Longi Haymoikson panellari Dia inverter 180 million so'mga tushdi. Bu bahorgi narxlarimiz. Afsuski qishki narxlar tugadi, bo'ldi, tugab bordi. Bunaqa o'sha 50 kWlarimiz 150 million so'mga o'rnatilgan paytlari ham bo'ldi. Endi afsuski bahorgi narxlarga kirib boramiz. Agar o'tgan yilgi narxlarga qaraydigan bo'lsak, mana shu bu bahorgi narx keyin yozda yana ham qo'shilib qolgan edi. Agar keyingi yilda hisoblab aytadigan bo'lsak, bundan bag'i narx faqat oshib boradi, pasaymaydi. Xudo xolasa, lekin biz iloji boricha qo'llagancha buni arzonroq qilib sizlarga o'rnatib berishga harakat qilamiz. Endi xo'sh, aytib o'tganimdek panellarimiz Haymoikson Longi Haymoikson panellari. Xo'sh, kartkasimiz profillardan bularda ekrasiya qilib berilgan. O'zini maxsus kabellari ishlatilyapti. Bu endi xonadonimizga mana shu tomlardan foydalangan holatda 50 kW o'rnatib berish kerak edi. Shuning uchun shu tarzda bunday ko'rsatilgan. Oldi ko'rsatib, ikki qator qilib bu tomoniga shu aylantirib qo'yib berdik. Shu tomlardan foydalanib 50 kW qo'yib berdik iloji boricha. Xo'sh, endi biz yana kreplenalarimiz alyuminiy o'zini haqiqiy maxsus quyosh panellari uchun yaxshi o'sha yerda zanglab ketmaydi. Masalan, panelda umri 30 yil bo'layotgan bo'lsa, bu 30 yil turib berishi kerak. Demak, biz hozir pastga tushib, sizlarga inverterni qayerga o'rnaganligi, qanday o'rnatganligini ular ham ish jarayonida ko'rsatib beramiz. Mana inverterni olgan tushib oldik. Inverterimiz Dia inverter 50 kWlik. Lekin shit o'rnatib beryapmiz. Shitimiz mana ko'rinishda yangi shit qo'yib beryapmiz. Avtomatimiz 100 amperlik pedal DC avtomatlar o'zgacha havodan himoya. Kimga shunaqa quyosh panel stansiyalarini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, qanday savol, agarda bahorgi narxlar bilan qiziqmoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, pastga yozib qo'ygan bo'lamiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Agar biron bir do'stingizga jo'natib, masalan, passiv daromad ko'rmoqchi bo'lgan do'stingiz bo'lsa, puli bo'lib, o'shanga ham jo'natib qo'ying. Xo'sh, yana bir Instagramda sahifa ochdik, Solarin degan. Uni ham silkasini xudo xolasa opisiyaga qandaydir qilib biriktirib qo'yamiz. Xudo xolasa, rahmat bo'ling uchun.